Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görülmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərini görüşünlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibiga əlaqədar ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qənəmizdə qıtaqlar ekranımız olsun. Xitay Şərq Türkistandakı kallarının etiş hüququnu davamlı Xitay şirkətlərinə verməkdə. Xitay Şərq Türkistanның təbii baylıqını bulantılan qilishni davamlı kuchaytirayotgan bo'lib, yana 171 kanning etish huquqini Xitay shirkatlariga o'tkazib berishni planlagan. Atalmış Uyghur Abdunum rayonluq tabiiy bayliq nazorati organ to'rining xabar qilishicha, 2025 yillik Şərq Türkistanning kan egilik huquqini o'tkazib berish loyihasini tashviq qilish yig'ini 18 mart Aqsu shahrida o'tkazildi ekan. Bu jarayonda mis, tömür, altun, litiy qatorliq kam uchraydigan metal kallarini o'z ichiga olgan 171 kanning egilik huquqini o'tkazib berish loyihasi nuqtaliq tashviq qilindi ekan. Hozirgacha Xitoy markaziy korxonalari, davlat korxonalari, xususiy korxonalar, moliya o'rinlari qatorliq 180 dan ortiq o'rin yig'inga qatnashishga tizimlatgan. Xabarda ma'lum bo'lishicha, 2024-yili kan egilik huquqini o'tkazib berish loyihasini tashviq qilish yig'ini Xotan shahri, G'ulji shahri va Tianjin shahrida orqa-orqadan 3 qatim o'tkazilgan. Xitoy bu yil atalmış avtonom rayon darajalik kan izlash huquqini o'tkazib berish sonini 200 dan oshirishni planlagan. Atalmış Uyghur Abdunum rayonluq tabiiy bayliq nazorati kan egilik huquqini boshqarish bo'limining aytishicha, 2024-yili butun Sharq Turkiston bo'yicha 558 kanning egilik huquqi o'tkazib berilgan. Bu orqali erishgan kirim 290 milliard yuanga yetgan. İşğaliyet ostidagi Sharq Turkistonning kan bayliqlari intayin mo'l bo'lib, hozirgacha bayqalgan turli qazilma 153 xil, aniqlangan bayliq zapisi 103 xilga yetadi ekan. Xitoy Sharq Turkistondan talon-taroj qilingan bayliqlarni faqat o'z ehtiyojini qondirishga shiltiyotgan bo'lib, g'oyat zo'r tabiiy bayliqning haqiqiy egalari bo'lgan Sharq Turkiston xalqi namratlik ichida yashamoqda. Xitoy irqiy qirg'inchilik jinoyatini izchil davomlashtirish bilan birga Sharq Turkistonning bayliqini ilg'or texnikalar orqali zo'r ko'lamda bulantalan qilmoqda va ko'lamini texmo kengaytmoqda. Yevropa parlamenti Huawei'ga munosabatlik poraxo'rlik delosini tekshirishga boshlagan. Yevropa parlamenti Xitoyning Huawei shirkatiga aloqador poraxo'rlik haqidagi tekshirishni boshlagan. Al Jazeera kanalining 14 mart xabar qilishicha, Belgiya doiralari Yevropa parlamentining Xitoy texnik shirkati Huawei'ga qaratgan poraxo'rlikni tekshirish harakatida bir qancha kishini qo'lga olgan. Gumondorlar 2021-yildan boshlab poraxo'rlik qilmishlari bilan shug'ullangan bo'lib, Huawei'ga lobbichilik qilish nomida pora berish qilmishlarini qimmatli sovg'atlar, yig'ilishlar, ziyofatlar bilan niqoblagan. Tekshiruvchilar yana yig'in chiqimlari bilan munosabatlik pul yuyish masalasini tekshirmoqda ekan. Belgiya va Portugaliyadagi 21 o'rin axtirilgandan keyin bir sudchi Strasburgdagi 2 parlament yordamchisining ishg'ollarini pechatlash buyrug'ini chiqargan. Ammo gumondorlar haqidagi tafsilotlar texi oshkorlanmagan. Navbatda Huawei shirkatining Yevropada tasdiqlangan 9 vakili bor bo'lib, ularning Yevropa parlament a'zolari bilan ko'rishish huquqi bor ekan. Ammo navbatda ularning parlament binosiga kirishi cheklangan. İstanbulda qarindoshlik iftor faoliyati o'tkazildi. Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligining o'rinlashtirishi bilan 15 mart İstanbulning Safaköy rayonida qarindoshlik iftorlik faoliyati o'tkazildi. Yig'ilish Sharq Turkiston Ulamolar birligining muavin raisi ustoz Muhammad Umar Qarimning Qur'on tilovati bilan boshlandi. Arqadan Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi raisi professor doktor Ataullah Shahyar so'z qilib, Sharq Turkistonning mustaqillik mujodilasida o'rtaq hamkorlik bilan harakat qilishni qanday ishga oshirish kerakligi, tashkilotlanishning qarindoshlikni kuchaytirishning bugungi vaziyatda qanchalik zarur ekanligi haqida to'xtaldi. Darvaqtining yiqilishishi bilan yig'ilishga ishtirok qiluvchilar Sharq Turkiston Ulamolar birligining muavin raisi ustoz Ataullah Xalbitojimning boshchiligida Sharq Turkistonning pat fursatda hurlikka chiqishi, xalqning buningga loyiq isloh bo'lishi, Xitoyning halokati haqida o'pchi duo qildi. Bizni kechirim qilsa, ey Rabbim Allah bizlarni Laylatul Qadrni topqini nisb qilsa, shu Laylatul Qadri bilan muloqot qilsa, bizni mushu Ramazonning gunohlarimiz anidan to'g'ilma pak bo'lib chiqqanini. BDT islom o'chmanligi harakatlariga qarshi tadbir qo'llanishga chaqiriq qildi.
Birleşken Devletler Teşkilatı'nın baş katibi Antonio Guterres barğansırı iğirlaşqan islom o'chmanligiga qarshi turish uchun xalqaro jamiyatni bu to'g'riliq harakat qilishga chaqirgan. Al Jazeera kanalining 15 mart xabar qilishicha, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın baş katibi Antonio Guterres musulmonlarga qarshi harakatlarning hayron qolarliq darajada ko'payishidan andisha qilayotganligini bildirib, har qaysi davlat hukumatlarini diniy erkinlikni qo'g'dashga chaqirgan va har qaysi to'r supalarining musulmonlarga qarshi o'chmanlik so'zlarini yo'qotishni talab qilgan. U 15 mart xalqaro islom o'chmanligiga qarshi turish kuni munosabati bilan qilgan so'zida yuqorqi fikrlarni bildirgan. Guterres musulmonlarga qaratilgan irqiy kamsitish va zo'ravonlik harakatlari, shuningdek diniy so'rovlarga qilingan hujumlarni o'z ichiga olgan keng doirlik chidog'siz voqealarning maydonga kelayotganligini ta'kidlagan. Bildirilishicha, musulmonlarga qarshi o'chmanlik G'azza rayonida davom qilayotgan urush va musulmonlarni qoralaydigan siyosiy bayonlar sababidan texmi ig'irlashgan. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın muavin baş katibi Miguel Angel Moratinos bu haqdagi andishalarini musulmonlar duch kelayotgan sistemalik kamsitish va ijtimoiy iqtisodiy qiyinchiliklarni tilga olib, bu masalalarning ko'pincha tarafboz medialar va siyosiy bayonlar sababli kuchayganligini bildirgan. Amerika Islom munosabatlari kengashi yaqinda tayyorlagan bir dokumentda ko'rsatilishicha, 2022-yili g'ayri musulmonlarning musulmonlarga qarshi harakatlari haqidagi shikoyat soni yangidan yuqori pallaga chiqqan bo'lib, oldingi yilga selishtirganda 7.4% ko'paygan. Birleşken Devletler Teşkilatı barobarlik va insoniy huquqlarni qo'g'dash uchun barg'ansiri kuchayayotgan, qabul qilg'ili bo'lmaydigan kamsitish voqealariga qarshi birlikda tirishchanlik ko'rsatishga chaqiriq qilgan. Qirg'iziston bilan Tojikiston tarixiy chegara kelishimi imzoladi. Uda 20 yil davomlashgan tinchlik suhbatidan keyin Qirg'iziston bilan Tojikiston chegara talash tortishini hal qildi. Türkiye Avaz Radyosu'nun xabarida bildirilishicha, Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov bilan Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon 13 mart Bishkekda ikki davlatning chegara liniyalari to'g'risida bir kelishimga imzo qo'ygan. Buning bilan ikki taraf yaqinqi yillarda to'qinishlarga sabab bo'lgan uzun muddatlik talash tortishni hal qilgan. 2002-yildan buyon tinchlik suhbati o'tkazilayotgan hujjat Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonning Bishkekdagi rasmiy ziyorati jarayonida Qirg'iziston davlat saroyida imzolangan. Prezident yana ikki taraflik iqtisodiy hamkorlikni kuchaytirish uchun barliq zarur qadamlarni bosishga kelishganligi to'g'risida o'rtaq bayonot e'lon qilgan. Taxminan 1000 kilometr uzunlikdagi Qirg'iziston-Tojikiston chegara liniyasida 2021-yili va 2022-yilları qayta shiddatli to'qinishlar yuz bergan bo'lib, 2021-yili uda 3 kun davomlashgan to'qinishda 36 Qirg'iziston fuqarosi va 19 Tojikiston fuqarosi hayotidan ayrilgan edi. 2022-yili sentabr oyida 2 kun davomlashgan to'qinish kam deganda 100 kishining o'limiga va taxminan 140 ming kishining uy makonlaridan ayrilib qolishiga sabab bo'lgan edi. Pokiston Hindistonni terrorlik harakatlarini qo'llash bilan aybladi. Oldingi hafta yuz bergan poyezd bulash voqeasidan keyin Pokiston hukumati Hindistonni terrorlik faoliyatlarini qo'llash bilan aybladi. Angliya Mustaqil gazetining 15 mart xabar qilishicha, Pokiston armiyasi Hindistonni isyonchilarni qo'llash bilan ayblagan bo'lib, Hindiston buni rad qilgan. Bu ayblash Pokistonning Balochiston o'lkasida Balochiston ozodlik armiyasining bir poyezga qilgan ajallik hujumidan keyin o'tirg'i qo'yilgan bo'lib, hujumda 26 kishi qazo qilgan. Xabarda bildirilishicha, Balochiston ozodlik tashkiloti bu rayonda texnik keng avtonomiya huquqi va boylikdan foydalanish huquqi talab qilayotgan bo'lib, ular burunmi poyezdlarga bir qancha qatim hujum qilgan. Pokiston amaldorlari bu qatimqi hujumning Afg'oniston tarafidan moslashtirilganligiga ishorat qilgan. Afg'oniston bo'lsa o'zining bu harakatga chetishlik ekanligini rad qilgan. Voqeadan keyin Pokiston armiyasi Balochiston o'lkasidagi poyezd qatnashini vaqtliq to'xtatib qo'ygan. Balochiston o'lkasining milliy ziddiyat va kamsitish haqidagi hukumatga qarshi shikoyatlari uzun tarixiy jarayonlarda shakllangan bo'lib, bu ziddiyatlar uzluksiz davom qilmoqda ekan. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.